6,5 oylik qizalog'im ratsioniga brokoli qo'shamiz. Brokolining foydali tomonlari haqida videoning oxirida bilasiz. Brokoli va sabzini tozalab yuvib olamiz va bo'laklarga bo'lamiz. Men har ikkisini ham yarmini ishlatdim. Keyin bo'laklarni dimlab qo'ydim. 10-15 minutcha dimlandi. Mana shunday yumshoq holatda bo'lgandan keyin blender qildim. Pyuremiz ham tayyor bo'ldi. Siz ham tayyorlab ko'ring va natijasini izohlarda yozib qoldiring. Videoni yosh onalarga jo'natib qo'ying. Keyingi videomizda kabachkidan pyure tayyorlaymiz. Brokolining bolaga qanday foydasi bor? Brokoli tarkibida vitamin K, folat va omega 3 mavjud bo'lib, ular asab hujayralarini himoya qiladi, diqqat va xotirani yaxshilaydi. Ikkinchidan, yurak faoliyatini yaxshilaydi, tomir devorlarini tozalaydi. Uchinchidan, immunitetni kuchaytiradi. Bu esa virus infeksiyalarga qarshi tabiiy himoya beradi. To'rtinchidan, brokoli kletchatkaga boy sabzavot bo'lib, u ichakni faol ishlashiga yordam beradi, qabziyatni kamaytiradi va toksinlarni chiqaradi. Ayniqsa gijja, allergiya yoki jigar muammolarida juda foydali ozuqa.